Assalomu alaykum avtoloyiha kuzatuvchilari. Bizni ishxonamiz oldindan aytib o'taman, davlat xizmatlarini stankasi Stadion ko'chadan kelishda, stadion ro'parasida. Xo'sh, kraska tekshirib berish xizmatidan foydalanishga kelishgan. Oldindan aytaman, bu jentramizni kraskasini tekshirib berishimiz kerak. O'zlaring mashinalarni oldi sotib qilgan bo'lsalaring, olgan bo'lsalaring, sotmoqchi bo'lsalaring, o'zlaringcha kraskasini tekshirtirib ketsalaring bo'ladi. Hozircha mutlaqo bepul. Xo'sh, mashinamiz kraskasini tekshiramiz. Bu lampa apparatimizda ultrafiolet. Mana bu orqa krelyoda kraska bor, orqa buferda bor. Xo'p, eshik tagida, kalinkada, karnizda bor. Mana eshik tagida polni bor ekan. Kameraga yaxshi tushyapti deb o'ylayman. Normallik ko'rsatib beryapti mana. Shpagilovkasigacha ko'rsatib beradi. Oldi kapotlarda bor mana. Oldi kapotda polni bor. Mashina chang, lekin aniq va ravon ko'rsatib beryapti. Mana oldi krelomizda ham bor ekan. Xo'sh, bunda kelgan karnizimizda ham bor. Bir ikki qarich karnizimizda ham bor. Orqa eshiklarida yo'q. Mana bu orqa krelo va karniz bilan tushgan. Orqa buferimiz boya aytib o'tganimizdek. Xo'sh, qolgan joylari soppa-sog'. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana kraskalarni ko'rib o'tdilaring. Xizmatimizdan foydalanishga kelaverasizlar. Stadion ko'cha davlat xizmatlari stankasida hozirgi vaqtda shu yerda hamma faoliyatda turibdi. Mashinalaringizni olib kelib tekshirtirib ketishlaring mumkin.